xo'jayin har safar niyat qilardilar, katta uchastka qilaman, katta hovli qilaman deb. Allohim mana niyatlariga yetkazdi. Allohim hammamizni niyatlarimizga yetkazib yursin. Mana kunlar isida uchastkada qizg'in ish ketyapti. Bir tomondan ustalar eshik deraza qo'yib, pollarni qoqyapti. Bir tomondan xo'jayinim har xil mevali ko'chatlar olib kelib uchastkani огородdan bog' qilyapti. To'g'risini aytaman, bu katta uchastkani ko'rib har doim yuragim ortiga tortardi. Qachon bitarkan deb o'ylardim. Yo'q, Allohga oson birpasda bitarkan. Hammaga mana shunday uylar nasib qilsin. Nasib qilsin. Kimga mana shu uyda tayyor ta'mirlangan holatini ko'rish qiziq bo'lsa, like bosing. Likeimiz mintaga yetganda, xudo xolasa tayyor ta'mirdan chiqqan holatini ko'rsataman. Hammaga shunday uylar nasib qilsin. Yo'qotib qo'ymasligingiz uchun podpiska bo'lib qo'ying. Tayyor ta'mirdan chiqqan holatini ko'rasiz.